Barchaga assalomu alaykum do'stlar, qandaysizlar, chotgimi? Короче bolalar, bugungi videoni obloshkasidan ko'rganlaringdek, bugun biz Free Fire'dagi top 3 ta moderatorlarda akkauntlarni obzor qilib chiqamiz. Bunaqa video hali O'zbekistonda umuman bo'lmagan, mana shunaqa original ideyalar doim Kingfire kanalida. Demak, biz bugungi videoda nima qilamiz? Biz bugungi videoda Free Fire moderatorlarning IDlarini ko'rib chiqamiz, ularning akkauntini to'liq obzor qilamiz va akkauntida nimalar bor, ya'ni akkaunti oddiy o'yinchilarda yoki youtuberlarda akkauntiga o'xshaydimi yo'qmi? Albatta bularni ham ko'rib chiqamiz. Shuning uchun oldingizga bir yeydigan narsalarni olib kelib yaxshilab joylashib oling. Bugungi video albatta siz uchun qiziqarli bo'ladi. Demak, agarda sizlar tayyor bo'lsalaring, men tayyorman. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz bugungi videoni boshladik bolalar. Birinchi bo'lib men sizga ko'rsatadigan akkauntim Hindiston regionining moderatorining akkaunti bo'ladi bolalar. ID esa unaqa darajada chiroyli emas, lekin mana bu ID bo'ladi. Xohlasalarning screenshot qilib yoki yozib olishlari mumkin. Nikini ko'rib turibsizlar, niki ham bilmayman qanaqa ma'noni anglatadi, lekin chiroyli nik emas. Profiliga rasm qo'ymagan va lekin profilga kirishimiz bilan mana bunaqa chiroyli animatsiya bilan kutib olyapti. O'zi bir set qilib qo'yibdi, seti ham yomon emas. Keyin profilni bu tarafiga o'tkazadigan bo'lsak, e'tibor beringlar. Mana bunaqa shortik bor ekan bolalar. Bu shortikni hozir qanaqa qilib olish mumkinligini sizga aytaman. Free Fire ga kirib olamiz va bu yerdan labani bosamiz, bu yerdan trendni bosamiz. Trenddan kirgandan keyin angellar bo'limiga kiramiz, chunki angellar bo'limidan o'sha shortikni bepulga olish mumkin. Keyin bu yerda har xil angellarni olgandan keyin qanchaki bir jetonga o'xshash narsa beradi, pastda yozib qo'yibdi-yu. Keyin chekida sovg'acha bor. Uni bosgandan keyin siz 2,5 mingta jeton to'plasangiz, sizga mana shu shortik butunlay bepulga beriladi. Lekin eng qizig'i, siz angellar bo'limidan hamma narsani olsangiz ham uncha jeton to'plashni ilojisi yo'q va shuning uchun hali hech kim bunaqa shortikni ola olmagan. Lekin adminlarda bu shortik bor. Keyin meni qiziqtirgan narsa bu o'yinchining statistikasi. Statistikasidan ko'rishimiz mumkinki, bu o'yinchi aktiv ekan va 37 ta o'yinda 68 ta kill, 11 ta boya qopti. Bu yomon emas, headshot 11%, spesok jelaniyasida hech nima yo'q. Orujalar bo'limiga kirib esa bu o'yinchini orujalarning skinlarini ko'rishimiz mumkin. Hamma skinlari chotki. Albatta siz bu moderatorning akkauntiga 10 dan necha ball qo'yishingizni kommentariyga yozib qoldiring. Men hammaning fikrini o'qiyman. Endi esa biz keyingi moderatorning akkauntiga o'tamiz va u moderatorni siz albatta tanisangiz kerak, chunki bu moderator juda ham mashhur va Free Fire'ni birinchi bo'lib boshlagan o'yinchi deb bilinadi. Chunki uning ID'si 10001 va uni niki Harald. Bu o'yinchi o'yinda juda ham aktiv ekan, ko'rishimiz mumkinki, u ekspert 400 gacha chiqib ketibdi. Bu juda zo'r natija. Profilni ko'rayotib biz mana bu hayvonchani ko'rishimiz mumkin. Bu hayvonchani hozir olishda umuman ilojisi yo'q, lekin ko'pgina old o'yinchilarda bu hayvon bor. Oramizdagi youtuberlarda, oramizdagi o'yinchilarda bu albatta bo'lsa kerak. Endi boyaq propuslarni ko'radigan bo'lsak, boyaq propuslar deyarli hammasi olingan. Faqat mana bu bo'rin rasmi bor propusdan tashqari. Hattoki birinchi propusni ham sotib olingan odam bu propusni sotib olmagan ekan. Bilmadim nima uchun. Endi esa biz bu o'yinchining statistikasini ko'rib chiqsak, ya'ni bu o'yinchi qancha vaqt o'yin o'ynasa ekan. Demak, 136 ta o'yinda 46 marta boyaq qilib, 185 ta kill qilibdi. Headshot esa 14%. Bu yaxshi. Endi bu moderatorda orujalarga skinlarni ko'rib chiqishlari mumkin. Skinlari обычный, janaqa odam havas qilgan skinlarni ko'rmayapman. Siz albatta bu moderatorda akkauntiga 10 dan necha ball qo'yasiz? Fikringizni kommentariyga yozib qoldiring. Biz esa boshqa moderatorning akkauntiga o'tamiz. Yangi moderatorning ham ID'si chiroyli, oxirdagi birni o'chirib, pur qo'ysak bo'ldi. Kelly nomli nik qo'yibdi va profilda Kellyning rasmi bor. Profilga kirganimizdan keyin Kelly personajini qo'yib olgan va u Kelly personajiga nabor kiygazmabdi. Kellyni o'zini naborda turibdi. Profilni janoqa darajada bezatib qo'ymagan. Ko'rishimiz mumkinki, evolyutsiyalari bir urovenda ekan va sayonara boyaqday naborlari bor. Taxt ko'taradigan, bayroq qo'yadigan emotsiyalari bor va endi biz bu o'yinchining statistikasini ko'rib chiqsak,
statistikasi uspeh va KB qilamiz va 43,000 marta KB Korolevskiy o'ynagan ekan. Endi bu reytingni ko'ramiz. Bu reytingda hammasi bo'lib 2714 marta o'yin o'tkazgan ekan. Bu kam to'g'risi bolalar. Spisak Jelanasida bitta mana bu mushukchali Skyjet bor va orujalar orasida esa faqatgina Zimoradok orujasi turibdi. Va albatta siz bu moderator akkauntiga 10 dan necha ball qo'yasiz? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Biz bugungi videoda 3 ta moderatorning akkauntini ko'rib chiqdik. Albatta sizga video yoqdi degan umiddaman va videoni yakunlashdan oldin sizlarga o'zimdagi gildiyamni taklif qilmoqchiman. Agarda siz aktiv bo'lsangiz, o'zingizda o'yin texnikangizga ega bo'lsangiz va Duboyni yo'raveraman deydigan bo'lsangiz, sizni gildiyamda kutib qolaman. Gildiyaga kirish butunlay bepul, sizdan hech qanaqa na almaz, na pul so'ralmaydi. Hammasi butunlay bepul. Shunchaki agarda qo'shilmoqchi bo'lsangiz menga yozasiz va men o'zim sizni proverkadan o'tkazaman. Agarda proverkadan o'tsangiz, albatta gildiyaga kirasiz va gildiyani bor yo'g'i kichkinagina qoidalari bor. Ya'ni har hafta 5000 tadan kam ochko to'plashingiz mumkin emas. 4999 to'plasangiz ham keyik qilishga majbur bo'lamiz. Chunki bu gildiyada qoidalarga juda qattiq turiladi. Keyin gildiyadagilar bilan umuman ko'mat o'ynashga ruxsat yo'q. To'g'ri, proverka vaqtida o'ynashingiz mumkin, lekin proverkadan keyin gildiyaga kirganingizdan keyin umuman ko'mat o'ynash taqiqlanadi. Lekin albatta biz boshqa gildiyalar bilan KV o'tkazgan paytimiz kirib o'ynashingiz mumkin. Sizni ham albatta KVlarga qo'shamiz. Agarda siz gildiyaga kirmoqchi bo'lsangiz, sizning akkauntingiz umuman muhim emas. Necha level, qancha donat qilingan, buni vobshe qizig'i yo'q. Faqat yaxshi o'yinchi bo'lsangiz, o'zingizda o'yin mahoratingiz, o'zingizda o'yin texnikangiz bo'lsa, sizni gildiyada kutib qolamiz. Albatta sizlarni kiringlar deb majburlamayman, bu o'zlaringizning xohishlaring bo'ladi. Biz esa bugungi videoni yakunlaymiz. Albatta video haqidagi fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Hammaning fikri men uchun qiziq jigarlar. Hammangizga sog'lik va omonlik tilagan holda bugungi videoni yakunlaymiz.